Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Butun gunohlarni kechirib jahannamdan xalos qilgan Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar. Hayit kuni xursandchilik qilishni bizga o'rgatib ketgan Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga behisob durud va salot va salomlar bo'lsin. Hayitingiz muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bunday hayitlarning ko'pini nasib qilsin. Qiyomingiz, siyomingiz, ihsoningiz, zakot va fitrlaringizni Alloh subhanahu va taolo husn qabul aylasin. Avlodingizdan, zurriyotingizdan to qiyomatgacha ahlulloh, ahlul Qur'on, ahlul ilm solihlarini uzmasin. Alloh subhanahu va taolo hayit kunini xursandchilik kuni qilib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo hayit kunini nishonlashni bizlarga buyurdi. Yo'qsa ummatning boshidagi tashvishlar bizni qanchalik mahzun qilsa-da, hayit kuni xursandchilik bilan o'tkazish, shod va xurram bo'lib o'tkazish va u birodarlarimizni unutmasdan ularning haqqiga duo qilish biz mu'min musulmonlarning vojibi ekan. Alloh subhanahu va taolo hayitni barchamizga muborak aylasin. Keyingi hayitlargacha, keyingi ramazonlargacha toatda, ibodatda, iymon, tan va jon salomatligi bilan va eng muhimi istiqomat bilan yetib olishimizni nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo yana bir bor muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.